Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz Registon muxlislari, hurmatli tomoshabinlar. Mana bugun yana Alloh taoloning fazli karami bilan savol-javob ko'rsatuvining navbatdagi soni orqali sizlar bilan diydorlashib turibmiz. Bugungi ko'rsatuvda sizlardan kelgan savollaringiz uchun javobni bugun ham ustozimiz Obidxon domla Abdulhamid o'g'illaridan eshitamiz. Ustoz, xush kelibsiz. Xalayimizga hasanat. Ko'rsatuvni avvalidan ustozdan unumli foydalanish maqsadida sizlardan kelgan savolga bevosita kirishamiz. Ustoz, ruxsat bersangiz savollarni boshlasak. Bugungi birinchi savolimizni berayotgan birodarimiz aytayaptilarki, assalomu alaykum va rahmatulloh. Musulmon kishi chilim chekishi mumkinmi? Bu haqda dinimiz nima deydi? Oldindan javob uchun rahmat debdilar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi va sahbihi va man valahu. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Chilim ham, sigaret ham shariatimizda mutlaqo qaytarilgan, ya'ni man qilingan amallardan. Bu narsalar boshida chiqqan vaqtida, zararlari hali aniq bo'lmagan vaqtida, ya'ni sigaretni aytsak, zararlari aniq bo'lmagan vaqtida kimlardir makruh degan, kimlardir harom degan ulamolar o'rtasida shunday bahs bo'lgan bo'lishi mumkin. Hozirga kelib, ya'ni tibbiyotda aniq hech bir shak shubha qoldirmaydigan suratda aniq bo'ldi bu narsaning zarar ekanligi. Bu hamma tomonlama zarar. Ya'ni diniy tomondan zarar, aqliy tomondan zarar, ijtimoiy tomondan zarar, moliyaviy tomondan zarar. Ya'ni aqlli inson qiladigan ish emas bu. Ya'ni bir inson hozir o'rtacha narxini so'rasangiz, masalan, o'zimiz diyorlarda 8000 atrofidagi narsa masalan. Har kuni mana shu 8000 so'm pulni bir inson yoqib yuborsa, qaysi bir aqlga to'g'ri keladi? İnsanlar bu adamı majnun deyishadi. Kamida. Endi bu shu narsani ichida yoqyapti inson. Islom shariati ham, butun samoviy shariatlar, Alloh taolo yuborgan payg'ambarlar shariatlari 5 narsani himoya qilish maqsadida keladi. İnsanlarning dinini saqlash, molini saqlash, aqlini, jonini, nasab obro'sini saqlash maqsad bo'ladi shariatning qonunlaridan. Bu faqat islom shariatida emas, hamma shariatlarda shunday. Mana shu beshoviga ham zid. Alloh taolo aytayaptiki, "Va la taqtulu anfusakum." O'zlaringizni o'zlaringiz o'ldirmanglar deyapti. "Va man yaf'al zalika udwanan va zulman fasawfa nuslihi nara." Kim bu narsani tajovuz qilib zulm bilan shu ishga qadam bossa, biz uni jahannamda kuydiramiz deyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam la darara va la dirar dedilar. Zarar berish yo'q dedilar. Zarar bermang deb ta'kidladilar. Jonimiz o'zimizning mulkimiz emas, Allohning mulki. Shariatda ruxsat berilgandan tashqari o'rinlarda biz jonimiz haqida tasarruf qila olmaymiz. Allohu a'lam. Alloh taolo hidoyat bersin bunday birodarlarga. Hop, keyingi savol. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Savolim quyidagicha: salla yoki do'ppi kiyib yurish sunnatmi? Va alaykum assalom va rahmatulloh. Shariatimizning umumiy qoidalari bo'ladi kiyim masalasida. Masalan, erkak kishi ipak kiyishi mumkin emas, ayollarga o'xshab kiyinishi mumkin emas, ayollar erkaklarga o'xshab kiyinishi mumkin emas degan umumiy qoidalar bor. Lekin kiyimning shakli, tikilishi, bu narsalar odamlarning urf-odatiga qaraladi. Shariat ya'ni qayerda nima urf bo'lsa, ana shu narsa kiyish shariatga muvofiq bo'ladi. Bir jamiyatda agar do'ppi kiyib o'rganilgan bo'lsa yoki salla kiyib o'rganilgan bo'lsa, ana shu xalq bilan bir xil bo'lish kerak. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan bir hadis rivoyat qilinadi. Bu hadisni ba'zilar sahobiyning so'zlaridan deyiladi, lekin ulamolar amal qilib kelishadi. Man labisa thawbay shuhra albasahullohu yawmal qiyama siyaba mazalla. Dunyoda kim shuhrat kiyimini kiysa, Alloh taolo unga qiyomat kunida xorlik kiyimini kiydiradi deyilgan. Shuhrat kiyimi degani, ya'ni odamlar o'ziga jalb qiladigan, hammadan ajrab oladigan. Bu o'ta baland bo'lishi ham mumkin, odamlardan yuqori, ya'ni hammani o'ziga qaratadigan qimmatbaholik kiyim bo'lishi mumkin yoki juda ham past, yirtiq, masalan, yamoqlik, odamlar o'ziga jalb qiladigan kiyim bundan ham qaytarilgan. Shuning uchun xalq nima kiysa, shuni kiyilaveradi. Ana shu sunnat. Ulamolarimizdan Mustafa Zarqo boshqa ulamolardan naql qilib
aytadilarki, ya'ni do'ppi kiyish boshni satr qilish, ya'ni nima bilan bo'lsa, ba'zi bir xalqlarda salla, ba'zi birlarda masalan Arabistonlarda boshiga ro'mol tashlab olishadi, urfga qaraydi. Urf odatda boshni o'rash urf bo'lsa, hamma shunday qilish kerak. Keyingi savol. Savolim bor edi. Oilada 3 ta o'g'ilmiz. 3 ta o'g'il, 3 ta kelin, aka-uka hammamiz bir uyda yashaymiz. Oilamiz katta bo'lgani sababli turli gap so'zlar, kelishmovchiliklar bo'lmoqda. Shuning uchun erkak kishi oilasini saqlab qolish maqsadida ota-onasidan alohida uy qilib chiqsa bo'ladimi? Ota-ona esa bunga qarshi, deyaptilar. Aslida aka-ukalarning ayollari, aka-ukalar bir-biriga mahram hisoblanmaydi. Ya'ni kelin bilan qayn bo'yinlar. Qayn akalar, qayn ukalar, ya'ni akalarini, ukalarini ayoliga mahram emas. Yolg'iz qolishi mumkin emas. Albatta alohida bo'lishi shart, bir narsa alohida bo'lishi kerak. Ota-onani qanday yo'l bilan bo'lsa ham rozi qilishga harakat qilish kerak. Albatta bu vaqt olishi mumkin. Ehtimol bu iqtisodiy masalaga kelib to'xtalishi mumkin, lekin Alloh taolo uchun harakat qilsa, inson Alloh taolo ochadi bunga. Ya'ni qaysi bir inson Alloh taolo roziligi uchun harakat qilsa, albatta Alloh taolo beradi bu narsani. Bu bir tomoni. Ikkinchi tomoni, mana shu birodarning farzandlari, ya'ni nabiralar, ota-onaga nisbatan nabiralarni bot-bot ziyorat qildirish kerak. Hatto alohida bo'lib chiqib ketganlardan keyin ham ehtimol ota-onalarni bundan xavfsirayotgan yeri, ya'ni uzoqlashib ketishi, qarindosh urug'lik uzilib ketishi, ya'ni nabiralar uzoqqa ketib qolishini o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni bu degani, ya'ni aka-ukalarning ayoli bir-biriga mahram emas degani adovat yoki bir narsa, qarshi dushman degan narsa chiqmaydi bundan albatta. Shariatning buyrug'i shu. Ya'ni bir-birlariga mahram emas, alohida bo'lish kerak. Ammo kattalardan, farzandlar bobolaridan, buvilaridan madaniyat oladilar. Din oladilar, iymon, e'tiqod oladilar, til, madaniyat oladilar. Shuning uchun farzandlari ko'p ziyoratga olib borish kerak. Qarindosh urug'chilik rishtalarini mahkam qilgan holda yashash joyi alohida bo'lish kerak albatta. Xo'p, keyingi savol. Assalomu alaykum. Men sizga savolim bor edi. Oldindan javob uchun rahmat. Men o'zim bilmagan holda gunoh ish qilib qo'ydim. Folbinga bordim. Endi qilgan ishimdan afsusdaman. 5 mahal namoz o'qiyman. Eshitishimcha, folbinga borgan odamning namozi qabul bo'lmas ekan. Menga maslahat bering. Endi nima qilay? Qilgan ishimdan pushaymonman. To'g'ri yo'l ko'rsating, dedilar. Tavbaning eng birinchi shartlaridan bittasi qilgan ishiga pushaymon qilish. Bu birodarning mana shu narsaga qalblari og'rinib, pushaymonman degan so'zlarni o'zi tavbani boshlanishi. Lekin gunoh qilib yana gunohga qaytish ham xatarli. Shuning uchun bilib turib gunoh qilishlik yana xatarli. Ko'p istig'for aytsinlar, Allohga ko'p tavba qilsinlar. Namozi qabul bo'lmaydi degan hadislar bor albatta, lekin bu hadislarning ma'nosi ya'ni namoz soqit bo'ldi, namoz o'qimasa bo'laveradi degan emas. Inson umidini mustahkam qilib, yana o'sha kunlar namozini o'qiydi albatta. Namoz soqit bo'lmaydi, lekin tavba istig'forni ko'paytirsinlar, ya'ni yaxshi amallarni ko'paytirsinlar. Yana bunga qo'shimcha ana shunday borayotgan insonlarni qaytarsinlar. Insonning o'zida ham, ichida ham shu munkar ishlarga, noto'g'ri ishlarga nisbatan bir nafrat paydo bo'ladi. Qarindoshlarda kimdir bormoqchi bo'layotgan bo'lsa, ana shu insonlarni qaytarsinlar. Bormagan, foydasi yo'q. Ular hammalari yolg'onchi bo'ladi. G'aybdan xabar berayotganlar, folbinlar, baxtingiz haqida xabar berayotganlar, kelajak haqida xabar berayotganlar hammasi yolg'onchi insonlar. Bularga borish qattiq gunoh. O'zlari aytganlaridek, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kim tasdiq qilsa, ishonsa, dindan chiqadi deganlar. Shuning uchun bu og'ir gunoh bo'lgani uchun tavbani ko'paytirsinlar, istig'forni ko'paytirib, namozlarda mustahkam bo'lsinlar, boshqalarni ham bu ishdan qaytarsinlar. Hop, keyingi savol. Assalomu alaykum. Savolim bor edi. Soqolni usti, ya'ni ko'z tagidagi tuklarni terdirsa bo'ladimi? Javob uchun oldindan rahmat. Ulamolar insondagi tuklari 3 qismga bo'ladilar. Bir qism tuklar tegilishi mumkin emas. Ikkinchisi olinishi kerak bo'lgan tuklar, uchinchisi muboh. Ya'ni teginsa, olib tashlasa zarar qilmaydi. Bu kishi so'raganlari ham mana shu 3-qismdan. Ya'ni ruxsat, shariatda bunga hech bir monelik qaytarilgan emas. Xo'p, keyingi savol. Assalomu alaykum. Olib borayotgan savobli ishlaringizga Alloh taolo ajrlar bersin. Savol. Bundan bir necha yil oldin bir do'kondan bir narsa xarid qildim. Shu olgan narsamga 10 ming so'm yetmay qoldi. Do'kon egasi keyin tashlab ketarsiz deb yukni berib yubordi. Be'tiborligim sabablimi, oradan ancha vaqt o'tdi.
Yodimga tushib do'konga borsam, u kishi u joydan ketgan ekanlar. Uy manzilini so'rasam, bilmaymiz deb aytishdi. Telefon raqami ham o'zgargan ekan. O'sha pulni mendan soqit bo'lishi uchun nima qilsam bo'ladi, maslahat bering, deyaptilar. Bunday holatda, ya'ni inson izlab, qidirib topolmagandan keyin ana shu molni sadaqa qilib yuboradi. Ya'ni o'sha mol egasining nomidan sadaqa qiladi. Ya'ni ana shu molni mol egasining nomidan sadaqa qilib yuboradi, lekin undan keyin shu odam uchrab qolsa, u odamga aytadi: "Sizning nomingizdan shu molingizni sadaqa qilib yuborgan edim. Rozimisiz?" deydi. Agar rozi bo'lsa, o'sha insonning nomidan bo'lib ketaveradi. Yo'q desa, o'sha vaqtida unga berib qo'yadi. U bergan sadaqasi o'zining nomidan ketadi. Keyingi savol. Avvalo assalomu alaykum. Savolim shuki, ertalab bomdod namozini uyda o'qiyman. Sunnatdan avval azon aytaman. Sunnatni o'qib bo'lgach takbir aytib farz namozini o'qiyman. Qilayotgan ishim to'g'rimi yoki sunnatdan so'ng ozgina vaqt o'tkazib takbirni aytishim kerakmi? Javob uchun oldindan rahmat, debdilar. Savolda ya'ni sunnat bilan farz namozning orasini ajratish kerakmi bir vaqt bilan deyaptilar, shunday tushundim. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Namozi vaqti kelgandan keyin azon chaqirilib, sunnat o'qilgandan keyin orqasidan bevosita farz o'qib yuborsa ham yoki bir muddat o'tkazib farzni o'qisa ham bo'laveradi. Faqat bu yerda bir narsa aytmoqchi edim. Agar atrofda masjid bo'lsa, masjidga chiqib o'qish kerak albatta. Masjidga chiqib o'qishlik sunnati muakkada eng kamida, ko'p takrorlayapmiz. Masjid musulmonlar bir-biriga muhabbatini kuchaytiradigan, chunki muhabbat ko'zda deyiladi-ku. Ziyorat, ya'ni mahalladagina ziyorat qilinadi, musulmonlar bir-biriga ittifoq bo'ladi. Yana har bir yurib borgan qadami uchun alohida ajr, namozi uchun alohida yana bir necha barobar, 25-27 barobargacha ko'paytirib beriladi deyilgan. Iloji boricha musulmon odam masjidda o'qish kerak farz namozlarini. Keyingi savol. Assalomu alaykum Registon TV xodimlari. Avvalo shunday savol-javob ko'rsatib uyushtirganingiz uchun sizlarga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Katta rahmat, Alloh rozi bo'lsin, debdilar. Savolim shundan iboratki, agar bir kishi namozni 24 yoshida o'qishni boshlasa, 24 yoshiga qadar namozni to'laqonli bilan ado etmagan bo'lsa, ya'ni namozni gohida o'qib, gohida o'qimagan bo'lsa, bu holatda agar namoz o'g'il bolalar uchun 12 yoshdan farz bo'lsa, 24 yoshga qadar o'qilmagan 12 yillik namozlarning qazosini hammasini o'qib berish shartmi? Agar shart bo'lsa, bu 12 yillik qazo namozlarini qanday hisoblab olishi mumkin? Javob uchun oldindan rahmat. Alaykum assalom va rahmatulloh. Amin. O'zlaridan ham Alloh qabul qilsin. Qazo namozlar agar shar'iy uzr bilan qazo qilingan bo'lsa, ulamolar bil ittifoq bunga, ya'ni hamma ulamolar bir ovozdan qazosini o'qish farz deydilar. Qazosini o'qish shart. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha idza zakaraha." Ya'ni kim bir namozni unutib qo'ysa yoki namozdan uxlab qolsa, esiga tushganda o'qisin dedilar. Endi farz namozlari ko'p qolib ketgan, qasddan qolib ketgan bo'lsa, to'rala mazhab ulamolari ichida ko'pchiligi, to'rala mazhabdagi jumhur ulamolar albatta qazosini o'qish kerak deydilar. O'qilish tartibiga keladigan bo'lsak, bu kishida hozir tartib yo'q. Chunki 5 vaqt namozdan ko'payib ketsa qazo namozlar tartib bilan o'qishi shart bo'lmaydi. Eng qulay, o'zlariga qaysi qulay bo'lsa shuni tanlaydilar. Masalan, har namozdan keyin shu namozni qazosi o'qib borilsa, bir narsaga yozib belgilab borilsa, shu yo'l bilan tugatsa ham bo'ladi. Yoki xufton namozdan keyin bir kunlik namozni qazosini o'qilsa, shu ham bo'ladi. Bomdod namozini o'qigandan keyin eski bomdodning qazosi, peshin namozdan keyin eski peshinning qazosi. Ba'zi namozlar tark qilingan, ya'ni adadi bilinmagan holda inson ehtiyot qilib o'sha ko'prog'ini qazo qilgan deb hisoblab, masalan, orada o'qiganlari bo'lsa ham ko'prog'ini o'qimagan hisoblab ko'proq o'qib qo'yadi ehtiyot yuzasidan. Xo'p, keyingi savol. Bir savolim bor edi. Iltimos, g'usl qilishni niyatidan boshlab to oxirigacha tushuntirib bersangiz, javob uchun oldindan rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Va alaykum assalom va rahmatulloh. G'usl qilishni niyat qilib ketayotganlarida birinchi o'rinda inson mustahab qiladi. Ya'ni ana shu avratlari, najas tekkan yerlarini yaxshilab yuvib tashlaydi. Maymuna onamizning hadislarida keladi, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mustahab qilganlaridan keyin qo'llarini yerga urdilar deb keladi. Ya'ni qo'lga qandaydir hid, najosatni hidi o'tgan bo'lsa,
Shu yerga urish bilan yer uni hidini oladi. Hozirgi zamonlarda masalan sovun yoki shampun shunga o'xshagan narsa bilan qo'l yuvariladi. Undan keyin tahorat qildilar dedilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xuddi namozda tahorat qilganlardek tahorat qilib, oyoqlarini yuvmadilar dedilar. Undan so'ng boshlaridan 3 marta suv quydilar, hamma badanlariga yetkazdilar. Undan keyin boshqa yerga o'tib oyoqlarini yuvdilar. Bu agar ana shu ilgargi zamonlarda oyoqdagi masalan loy bo'lgan bo'lishi mumkin, suv to'planadigan bo'lishi mumkin. Hozirgi vaqtda masalan hammomlarimiz hammasi juda ham rivojlangan, ya'ni tahorat qilsa bemalol suvlar ketadi, oyoq tagiga to'planmaydi, toza, pokiza, bemalol mukammal tahorat qilib, undan keyin g'usulni boshlaydilar. Demak, boshidan aytadigan bo'lsak, birinchi o'rinda mustahab qilinadi. Mustahab qilgandan keyin qo'lni sovun bilan, bir narsa bilan yuviladi. Undan so'ng tahorat qiladilar. Namozga qanday tahorat qilsalar, shunday tahorat qilib, undan keyin boshlaridan boshlab badanlarini hamma yeriga 3 marta suv quyadilar. Mana shu mukammal g'usul bo'ladi. Keyingi savol. Assalomu alaykum. Kishi tushida uyatli tush ko'rsa, g'usul qilish kerakmi? Javob uchun oldindan rahmat dedilar. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Buni ehtilom deyiladi. Inson tushida shu ayoli bilan birga bo'lganday bo'ladi yoki ayol erkak bilan ertalab turilgan vaqtida shu narsani asorati bo'lsa, kiyimi nam bo'lgan bo'lsa, g'usul qilish vojib bo'ladi. G'usul qilish kerak. Ha erkak, ha ayol bo'lsin, g'usul qilishi vojib bo'ladi. Agar asorat bo'lmaydigan bo'lsa, unda g'usul qilish vojib emas. Ya'ni asorat deganda o'sha namlik. Shunday. Keyingi savol. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Men bir birodarimdan eshitdimki, u kishi hojat qilgandan keyin mustahab qilgandan so'ng najosatning piyolaning orqasi miqdoricha qismi kiyimga tegsa zarar qilmaydi dedi. Shu to'g'rimi? Alaykum assalom va rahmatulloh. Inson namoz o'qirkan, namoz o'qishi uchun, ibodatlar uchun badanini, kiyimini har qanday najosdan toza tutish kerak. Namoz o'qishda toza bo'lishi shart. Bilmagan holda biror najas tegib qolgan bo'lsa yoki yuvilmay qolib ketgan bo'lsa, kechirilish miqdori bor. Shariatda kechirilgan, afv qilingan miqdori bor. Ba'zi mazhablarda aytilgan bu narsa, jumladan bizning mazhabda ham najosatlar ikki qismga bo'linadi. Og'ir najoslar bor, yengil najoslar bor. Og'ir najoslar ana shu insondan chiqadigan najoslar og'ir najos hisoblanadi. Ha oldi, ha orqadan chiqqan najos og'ir najos hisoblanadi. Bundan 1 dinor miqdoricha deyilgan. 1 dinor miqdoricha. Agar shu najos tekkan najos suyuqlik bo'lsa, 1 dinori hajmicha. Ya'ni hozirgi zamonda 3 santimetrdan ko'proq aylanasi, shu aytganlardek miqdor, ya'ni piyolaning orqasichalik to'g'ri kelib qolishi mumkin. Agar og'ir najos, qo'yiq najos bo'ladigan bo'lsa, unda og'irligicha deyilgan. Ya'ni 3-4 gram miqdorida tekkan bo'lsa, endi bu narsa ko'z bilan ko'rib bilinadi, ko'z bilan ko'radi. Ya'ni katta bo'lmasa, o'qigan namozi bilmagan holda shu kiyim bilan namoz o'qib qo'ysa kechiriladi. Lekin inson ko'rsa, bilsa yuvish kerak albatta. Ustoz, ya'ni bu yerdagi afu degani, ya'ni uzr miqdori, agar masalan shu najosat tekkan kiyimda namoz o'qib qo'ydi, ki namoz o'qib bo'lgandan keyin ko'rdi o'sha najosatni. Shu o'rinda bo'lsa, demak namozi qabul. Namozni qaytarib o'qimaydi. Qaytarib o'qilmaydi. Agar namozdan oldin ko'rsa lekin, uni ham imkon qadar ketkaziladi. Albatta, namozdan oldin ko'rsa, yuvish imkoni bor, suv bor, albatta yuvish kerak. Yoki kiyimni almashtirib olish imkoni bo'lsa, almashtirib namoz o'qiydi. Xo'p, keyingi savol. Mening bir savolim bor edi. Bir hadis eshitgandim. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam begona erkaklar oldidan o'ziga oro bergan holda o'tgan ayol fohishadir degan ekanlar. Ushbu hadis sahihmi? Va bu sahih bo'lsa, iltimos uni sharhlab bering. Javob uchun oldindan rahmat deb yana Registon uchun va ustozlar uchun xayrli duolar qildilar. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taolo bu birodarimiz duolarini qabul qilsin, o'zlariga ham ziyodasi bilan bersin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan haqiqatan mana shu ma'noda hadislar vorid bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyatun dedilar. Buni Imom Nasoiy rivoyat qilganlar. Qaysi bir ayol o'ziga xushbo'y narsa qo'yib, hidini bilishlari uchun odamlar oldidan o'tsa, bu ayol zoniya dedilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu ko'chada ketayotganlarida bir ayol ro'paralaridan o'tdi. Ya'ni mana shunday xushbo'y narsalar qo'yib olgan hidi bilan to'xtatib so'radilar. Ey Allohning bandasi, qayerga ketyapsan dedilar.
masjidga boryapman dedi. Uyingga qayt dedilar. Alloh taolo sen namozingni qabul qilmaydi dedilar. Uyingga qaytasan, xuddi junub bo'lganda yuvingandek yuvinasan, keyin Alloh taolo qabul qiladi dedilar. Ulamolar bu hadislarning sharhida shunday dedilarki, ya'ni bu ayol zino, o'sha urfda bilingan zino, ya'ni mana shu jinsiy qo'shilish degan ma'nodagi zinoni qilmagan bo'lsa ham, lekin shunga yo'l ochyapti. O'ziga chaqiryapti go'yo. Ya'ni yomonlikka qadam bosyapti. Erkaklari orasida o'zini bosa olmaydigan, ya'ni buni ko'rgandan keyin har qanday yo'l bilan mana shu yomon ishni, buzuq ishni qilishga harakat qiladiganlarga yo'l ochyapti. Shu jihatdan bu ayolni zoniya dedilar. Ya'ni eng kamida o'ziga qaratyapti. Eng kamida o'ziga qaratyapti. Bu ham ko'z zinosi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, ko'zning zinosi qarash dedilar. Shu jihatdan aytilgan bu hadis, bundan qaytarishlik uchun. Shariat bir narsani man qiladigan bo'lsa, ana shunga olib boradigan yo'llarni ham man qiladi. Ya'ni nima ma'no chiqadi bir ayollarni masalan zinodan qaytarsa-yu, lekin bemalol ochilib erkaklar oldiga borib o'zini jalb qilishga ruxsat bersa. Bunda qanday ma'no bor? Shariat bir narsadan to'ssa, ana shuni yo'llarini ham to'sadi. Albatta bu ayolga fohisha degan nom berilmaydi. Fohisha degan bir atama endi bu. Ya'ni bu buzuq ayolga ishlatiladigan so'z, lekin zoniya dedilar Rasululloh. Zoniya ya'ni o'sha zinoni bir miqdorini qildi bu ayol deganlar bo'ladi. Tavba qilish kerak albatta bu ishdan, qaytib bu ishga qadam bosmaslik kerak. Biz bularga xitob qilayotgan vaqtida hatto fohisha bo'lgan ayolga ham mana shunday deb xitob qilish odobdan emas. Buni yaxshi biladilar bu savolni yozayotgan birodarimiz inshaalloh. Ya'ni da'vat qilish yo'lida inson har qancha chiroyli xulq bilan chiroyli lafzlarni ishlatadi. Allohu a'lam. Keyingi savol. Assalomu alaykum ustozlar. Tahoratga niyat qilishni istinjo qilishdan oldin qilinadimi yoki keyinmi? Tahoratning niyati qaysi vaqtda qilinadi deyaptilar. Hojatxonaga kirganda inson qazoyi hojat qilgandan keyin tozalanishi istinjo deyiladi. Istinjo qilgan har bitta odam tahorat qilishi shart degan narsa yo'q. Albatta tahorat qilib olish afzal. Tahorat qilmaydigan bo'lsalar, u vaqtidan niyat qilmaydilar. Tahoratning niyatini tahorat qilayotgan vaqtda boshlanadi. Keyingi savol. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Menda bir savol bor edi. Uylanayotgan bolalar uyda uchrashuvga chiqqanida qizni hijobsiz holda ko'rsa bo'ladimi? Javob uchun oldindan rahmat. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Jobir roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar. Sizlardan birlaringiz bir ayolga sovchi qo'ymoqchi bo'lsa, shu ayolga uylanishga chaqiradigan narsaga qarasin dedilar. Ya'ni shu uylanmoqchi bo'lgan ayolga qarashni aytibdilar. Yana bir boshqa hadisda uylanmoqchi bo'lsang qaragin, chunki bu oranglarda ulfat, ya'ni ittifoqlik davom etishiga yo'l deganlar. Jobir roziyallohu anhu aytadilarki, bir ayolga uylanmoqchi bo'lib, mana shuni harakatiga, payiga tushib, qiynalib ko'rdim dedilar-da. Ya'ni bir albatta ayollar hammalari o'rangan ayollar bo'lgan. Shu qandaydir bir yo'li bilan yo'lni qilib ko'rdim dedilar. Yoki inson birorta bir ishonchli bir ayolni yuborsa ham bo'ladi. Onasini yoki opa-singillarini birortasini yuborib, unga o'sha ko'rgan ayolni sifatlab aytadilar. Mana bunday deb o'zi ko'rganday qilib sifatlab aytadilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ummu Sulaym degan bir ayolni bir yerga sovchilikka jo'natayotganlarida qarab kelgin deb yuborganlar. Endi qarash miqdoriga keladigan bo'lsak, ko'pchilik ulamolar yuziga qaraydilar, yuziga va qo'llariga qaraydi deyishgan. Ba'zi ulamolar aytadilarki, ana shu uyda ota-onasining oldida, mahramlarining oldida, aka-ukalarining oldida qanday yursa, shu holda ko'rsa bo'ladi. Ya'ni biz o'zimiz urf-odatda uylarda masalan bo'yinlari ochiq, ro'moli yuqoridan o'ralgan, qo'llari ochiq, oyoqlari pastroq qismlari ochiq holda yuradi ayollar. Urfimizda shunday. Aka-ukalarning oldida, mana shu aka-ukalarning oldida, ota-onasining oldida qanday yursa, shu holda ko'rsa bo'ladi deb ruxsat berishgan. Allohu a'lam. Bu albatta o'sha uylanish bilan jiddiy niyat qilgan kishilar uchun. Ya'ni masalan ba'zilar demoqchimizki, bugungi kunda o'sha qizlarga yoki nomahram bo'lganlarga tikilib boshqa bir nimalar qiladilar, uylanarman jiddiy bo'lmagan niyatni qiladilar. Lekin bu o'rinda jiddiy bo'lganlar uchun xitob, ya'ni ruxsat. Jiddiy insonga aytilgan. U o'yin qiladigan shaytonni xizmatkori bo'ladiganlarga aytilgan emas. Shayton boshimizni aylantirmasin. Ya'ni qachonlardir uylanishi mumkin-ku degan xayollar, bu inson aldash bo'ladi bu. Ya'ni bu shariatni o'yin qilish bo'ladi, xatarli ya'ni. Xo'p, keyingi savol.
eri taloq bermasa, lekin ko'p vaqtdan beri er xotin birga yashashmasa, shar'iy nikoh bekor bo'ladimi debdilar. Bir erkakning izmida bo'lgan ayol qachon taloq qilgan bo'lsa yoki shar'iy qozi ikkovi tarafni pasti balandini qarab ajratadigan degan hukm chiqarsa, ana shundagina ajralishi mumkin yoki vafot bilan ajralishi mumkin. U uzoq muddat qolib ketishi yoki uzoq muddat uzoq yerlarda yurishi bu bilan ayol taloq bo'lib qolmaydi. Ya'ni mana shunday bo'lganlarga ba'zi bir insonlar nikoh o'qib yuborayotganini eshityapmiz. Nihoyatda xatarli narsa bu. Umar roziyallohu anhu birovning ayoli emas, birovning ayoli bo'lib talog'ini olib idda saqlayotgan, hali iddasi tugamagan ayolni nikohlab olgan odamga orasini ajratib, mutlaqo uylanmaysan bunga degan hukmni chiqarganlar Umar roziyallohu anhu. Endi bu o'rinda ayollar huquqi, erkaklar huquqi bir-biriga huquqlari bor. Buni bir eslatib o'tsak, masalan, erkaklar huquqi, erkaklar uyda boshliq. Ayollar itoat qilish kerak. Ayollar itoat qilishi farz. Ayol erkak kishining izmida. Buyrug'iga itoat qilmasa gunohkor bo'ladi. Ana shu o'zini jinsiy hayotiga chaqirgan vaqtida albatta ijobat qilish kerak. Eriga xizmat qilishi kerak. Bu ham erkakning haqlaridan. Erini iznisiz erini uyiga birovlarni qo'yishi mumkin emas. Eri ruxsat berganlarnigina kirgizadi. Bu ham erkak kishining haqqi. Ayol er yo'qligida o'zini nomusini saqlashligi, ko'chaga yasan-tusan qilib chiqmasligi, o'zini har kishilarga ko'rsatmasligi bu ham erining haqqi. Buni qilish kerak, bajarish kerak. Yana biri erining molini himoya qilish kerak. Eriga toqatidan tashqari narsalarni talab qilmaslik kerak. Ayol kishi eridan toqati yetmaydigan narsalarni talab qilishi mumkin emas. Eri borligida nafl roza tutmoqchi bo'lsa, albatta izn so'rab roza tutadi. Erkaklari ustida ham ayollarning haqlari bor. Erkaklar ham bunga ahamiyat berishlari kerak. Erkak kishining bo'ynida ayol kishilarni diniga, Allohning toatiga bajarmayotganligidan mas'ul bo'ladi. Alloh taolo aytibdiki: "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara." Ey iymonlilar, o'zlaringizni, oilangizni jahannam olovidan saqlanglar deyapti Alloh taolo. Ayollarning ibodatli bo'lishi, toatli bo'lishi erkak kishining bo'ynida. Erkak kishi mana shuni nazorat qilish kerak. Yana ayollarning huquqlaridan ayoliga joy qilib berish kerak. Ya'ni sakan, sotib olibmi yoki ijara qilibmi, xullas ayol kishining turar joyini qilib berish erkak kishining burchi. Erkak kishining bo'ynida vazifasi. Nafaqai ro'zg'or deymiz. Yemog'i, ichmog'i, kiyimlarini qilib berish kerak. Bu ham erkaklarning burchi. Erkaklar bo'ynidagi ayollarning huquqlaridan. Yaxshi muomala qilishi, ayoldan kelayotgan aziyatlar, ozorlarga sabr qilishi, bular erkak kishining bo'ynidagi farzlari, vojiblari. Yana bir narsani aytmoqchiman. Eski ulamolarimizdan mana shu er xotin o'rtasidagi hikoyalarni, qissalar, ya'ni bo'lib o'tgan voqealarni o'qish kerak, eshitish kerak. Ba'zi bir ulamolarni masalan ayoli uchun 20 yillab, 30 yillab sabr qilgan. O'zi yoqtirmagan ayol bo'lsa-da sabr qilgan. Yoqtirmagan ayolingizga sabr qilsangiz, Alloh taolo sizga bu dunyoni o'zida ham beradi. Bir katta olim ulamolardan birlarining farzandi otasiga juda ham mehribon edi. Otasining xizmatini qilar edi. Shogirdlari taajjublanib so'rashdi: "Qanday o'rgatgansiz bunga bu holatni?" deganida, farzand chiqib ketganda buni onasi mana shunday holatda edi. Ozor berar ekan, ya'ni tili bilan gap qaytaradi, boshqa ishlar qiladi. Ya'ni shunga sabr qilganim uchun Alloh taolo mukofot qilib berdi. Dunyo o'tkinchi dunyo. Bir erkak turmush qurayotgan vaqtida bir ayoldan so'radi. Bir ayoldan shu sovchilik qilib, "Men yomon xulqli odamman, oldindan aytib qo'yay, ya'ni sizni aldab mana shunday holga tushib qolmay, oldindan biling holatimni, meni xulqim yomon. Agar xohlamasangiz men bilan turmush qurmang" deganda, ayol aytdiki: "Asli sizni yomon xulqingizni qo'zg'ashlik o'zi undan yomonroq" dedi. Ya'ni ana shu yomon xulqingizni ishlatishga sizni majburlagan odam sizdan ham yomonroq bo'ladi deb turmush qurishdi. Mutlaqo umrini oxirigacha biror marta sana menga borishmagan ekan. Imom Ahmad rahimahulloh necha yil yashagan bo'lsalar, biror marta xilof qilmadim dedilar. Abu Dardo roziyallohu anhu ayollariga aytgan ekanlarki: "Meni g'azabim kelganda sen meni rozi qilgin. Seni g'azabing kelganda men seni rozi qilaman." Mana shunday bir-birini rozi qilish bilan, bir-birining huquqlarini, vazifalarini bajarish bilan hayot tekis bo'ladi.
Aziz teletomoshabinlar, aziz Registon muxlislari, mana bugun savol-javobga ajratgan vaqtimiz nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, hammamiz o'zimizga foydali bo'lgan javoblarni oldik. Alloh taolo bundan-da ziyoda qilsin. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.